Lobar Ilhomovna, labioplastika haqida biz bilgan va bilmagan ma'lumotlar bilan bo'lishing. Ichki kichik lablarni hajmini va shaklini o'zgartirishni eng oson yo'li bu labioplastika deyiladi. Muolaja mutlaqo og'riqsiz va bezarar. Qabulimga kelasiz va sizni bir umr bezovta qilgan muammodan 1 soatda xalos bo'lasiz. Bunda narkoz emas, mahalliy anesteziyadan foydalanaman. Bunda muolajadan keyin klinikadan chiqib, uyingizga bemalol o'zingiz keta olasiz. Asosiysi, ichki lablarni go'zal va nafis ko'rinishi bir umrga saqlanadi. Qirolichalarim doim go'zal va salomat bo'ling. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz.